Do'stlar, yangiligimiz bor. Xohlasa ustoz obunachilarimizdan bo'lishinglar yangiliklarimiz bor. Mana xudo xohlasa keldi. Haybo, ancha kutungandi bu. Elektroyakir, GPS elektroyakir, komplekt bistres syomlari bilan. Mana bog'dan olasan, bog'dan kelsin. Bu bistres syomi bilan kelgan. Motori любой mana shu bitta biroq ajratib olinadi. Birga yurmaydi. Keyin ko'pida alohida bo'ladi. Mana bunda GPS navigatorlari bilan birga o'rnatiladi bu ham. Bu qimillamay bir joyda ushlab turishni ta'minlab beradi. Keyin trek bo'yicha yuradi. Tochkadan tochkaga o'zi olib boradi. Bemalol boshqa chiqsa bo'ladi. Mana bu to'rttadan 16 tagacha tochka boshqasi belgilasa bo'ladi. Trek bo'yicha boshqarish и juda ko'p funksiyalari bor. Xudo xolasa hali kalibrovka qilganimiz yo'q. Kalibrovka qilganimizdan keyin suvga tushganda ham davom etamiz. 3 kundan beri ustanovka qilyaptik. Endi mana sal yaqinlashib qoldik, xudo xolasa. Mana bosh rollarda Oybekjon. Ardon bilan o'sha ustamiz Oybekjon. Vodka bo'yicha mutaxassis. Shunaqa ishlarni Oybekjon maromiga yetkazadi Oybekjon. Сначала мы не это самое. Bu o'sha ko'pchilik biladi, yakirdi o'rniga. Suvda muallaq ushlab turadi parragi bilan. O'zbekchasiga sodda tushuntirganda suvga tosh tashamaymiz, shuni o'zida parragi bilan siz xohlagan joyda lotkani muallaq ushlab turadi. Hozir oxirgi nimalarni tushunmayapti ustoz? Oxirgi anavlari? Yo'q. Endi suvga arqon tashashdi demoqchi o'sha. Suvga arqon tashash eng oxirgi pokoleniyasi shular. Endi bundan aqllilari bor. Modrigayt deydi, u amerikanskiy variant, bu Xitoy versiya, bu ham zo'r. Endi motorgayt qulayliklari, bu mana biz ruchni ko'tarib tushirsak, u o'zi chiqadi. Bu endi hayvonning oxirgi pokoleniyasi hozircha. Xudo xolasa. Shtangel 65 santimetrlik. Bu kichkina temir qayiq va PVH lotkalarga. Katta temir qayiqlarga mana bunisi uzun bo'ladi. 65 emas, 90lik, 1.5liklar. Do'stlar, xudo xolasa baliq ovimizda yana to'liq ma'lumot berib, tushuntirib, ko'rsatib o'tib ketamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ustoz, o'zimizga gap. Baxtli bo'linglar. Sog' bo'linglar.